aka Mahmud ikimiz futbolga ketamiz. Biz Qozog'istondan bir yangi shahar qo'ydik biz va o'zida yirik qoluvda bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Nyanya chaqirgan, nyanga chaqirgan sizlarmi? Men chaqirdingizlarmi? Biz Qozog'iston chaqirdik-ku. Meni Nyanka kompaniya meni sizlarga yubordi. Men juda yaxshi Nyankaman. Men sizning bolalaringizga yaxshilab qarab beraman. Necha kunga ketyapsiz? Biz futbolga boramiz. Davay tozam. Ketdim. Senlarni akalarim menga tashab ketdi. Endi men sizlarga qarayman. Lekin senlarga qaramayman. Senlar hammasini yig'ishtirasanlar, yuvasanlar. O'zlaring qaraysanlar. Sen qiz hammasiga qaraysan. Qaramay o'zing qarab olsinlar, qo'y. Qaraysan sen. O'zing qarab olishni. Sen qara hammasiga. Ukangga, menga qara. Men yotaman, dam olamanmi? Bizga boramiz, Yeyman. Sen ye hammasini. Shundoqqina kelasanda hammasini yig'asan, mislab olasan hammasini. Hay qiz, qayerdasan? Sen hammasini yig'asan, tushunmi? yo'q, biz nashi birimchi. Sen yig'asan. Men sizga chekishni nasib keldi. Narsa? Narsa bo'lmoqda. Qani? Sen nima qilsan? Uydan jinoyat. Meni signallading. Nima yeysan? Menimga tespay o'zi biladi. O'zi bilmaydi, men bilaman. Bu xato bu ziyon-ku, ziyon. Bandoda kirishi bor. Ber menga. Bermayapti. Sizlarga ko'rsataman. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Hozir ko'rsataysan. Uyni hammasini yig'inglar. Gel. Nimaga sen meni? Nimaga meni maza qilasan? O'zing o'zbeksan. Gel. Nimaga tushunamizlar? Nimaga meni tushunamizlar? Tinglalar. Hech qachon do'st bo'lmayman. Hech qachon o'ynamayman. Men senlarga xafa bo'ldim. Kelinglar. Men senlarni yaxshi ko'raman. Senlar ham meni yaxshi ko'rsanglar. Yuring, hozir uylarni hammasini yig'amiz. Do'stlarni yuvamiz, ovqat yeymiz. Men sizlarga go'shtda ovqat yashab beramiz. Qozon kabob. Yo'q, qozon kabob. Hozir pishiraman. Ko'rasan,